Jigaringizdagi xastaliklarning hosil bo'lishi 70% bu sizga bog'liq bo'ladi. Chunki har qanday kasallik ichkaridan kelayotgan bo'lsa, buni ichkaridan davolash lozim bo'ladi. Ichkaridan deganimiz nima? Uni ongi, psixikasi, uni asablari, ichki qisilishlari natijasida o'sha o't qopini dimlanishi, noto'g'ri o'tirish, noto'g'ri hayot tarzi natijasida mana shu holatga keladi. Bu kasalliklar sekin-sekin sizni holsizlikka, qo'lingiz ishga bormasligida, ishxonangizda ham siz oxirgi o'ringa chiqib qolishingizda ham, boqimandalik-gacha ham kela boshlaydi. Bu odam keyin o'ziga o'zi men kasal bo'lib qoldim, shunday bo'lib yotishim kerak shekilli deb har xil imtiyozlarga bog'liq bo'lib, ayol kerak bo'lsa ishlab, ko'pincha erkak kishida bo'ladi jigar kasalliklar. Ana shu holatda u o'ziga o'zi savol berib, qanday yechim izlasam ekan deydigan agar inson bo'lsa, marhamat, sizga mana bu izohlarda siz plus belgisini qoldirsangiz darslik bor jigar haqida. Sizga ma'lum bir mashg'ulotlar berib, fiziologik, psixologik va jismoniy harakatlar orqali qani jigaringizga ta'sir qilishini o'rganishingiz mumkin bo'ladi.